Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah ve ba'd. Allahumme allimna ma yenfe'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilma ya rabbel alamin. Bugün kelgan dersimiz bolsa yanıda balagat, fasahat sahasiga qadam alganlar üçün tayyorlangan Durusul Balaga namlıq bu kitapçamızın biz ilmul maani ve ilmul bayan babını tüketip ilmul bedi' bölümüge kelgen edik. İlmul bedi' bölümünü biz muhassinat maneviyye, muhassinat lafziyye dep ikiye bölüp muhassinat maneviyyenin muhassinat aldığın dersimizde 8'ne sözlep boğan edik. 8'ne. Endi bugün 9'uncusuga geldik. Yani muraatun nazir. Yani muhassinat maneviyenin qatarida nima? Muraatun nazir. Yani o'zini o'qishiga rioya qilish. O'qishiga rioya qilish degan uslub. Bu qanday uslub desanglar? Hiya jam'u amrin ve ma yunasibuhu. La bitadad. Muraatun nazir deganimiz yani bir ishni ve şu işqa münasip kıladigan yana bir ishni jamlash. La bitadad degan qarma qarshi emas. Layl nahar degandek, asvat abyaz degandek, oq qora, kecha kunduz degandek qarma qarshi emas. Qarma qarshi emas. Qilish qilmaslik degandek, bunda qarma qarshi emas. Hammasi bir-biriga munosib, bir-biriga xuddi ma'nodash emas. Qarma qarshi emas, lekin bir-biriga munosib va bemunosibatlik. Anladın? Mushunda bir so'zlarni keltirib jamlab, lekin shu so'zlardan boshqa ma'no yaratgan gibi. Shu munosabat qilgan so'zlarni qilamiz, lekin iroda qilgan ma'no boshqa. Ma'noning bir-biriga aloqasi yo'q. Faqatla shu so'zlarga keltirgan so'zlarning bir-biriga aloqasi bor. So'zlarning bir-biriga aloqasi bor, ma'nosining aloqasi yo'q. Lekin ma'no jihatimi endi aloqasi bo'lmagan bilan nima emas? Qarama-qarshi emas. Aloqasi bo'lmagan bilan qarama-qarshi emas. İntadat emas. Mesela çağrının İza sadaqal ceddu ftaral ammu lil feta mekalime la takhfa ve in kezebel khalu. Yani buğa ceddu degan buğa degan gap. Ya'ni buğani nima deyilmoqchi? Talay. Talay to'g'ri kelsa, rost kelsa iftaral ammu tag'a bo'xton chaplaydi deydi. Yigitga tag'a bo'xton chaplaydi degani yani umumetin nas, tağa degani yani ammetin nas murad. Ammaviy ko'pchilik uni bo'xton chaplaydi. Nima keldi bu ta'lim? Nima bo'ldi bu? Nima ish qilgan ta'lim ekan? Chuqur bir o'g'il qilib ish qildi bu deb. Uni bo'xton chaplaydi. Makalime la takhfa. Güzel ahlak degan la takhfa, maxfiy olmaydi. Yushinib qolmaydi. Va in kadabal khalu degan garchi khalu degan gap, ya'ni khal degan onaning bir tuqqani degan gap aslida. Lekin bu yerdagi ma'nosi zan, xiyal. Yani guman yalğancı degan guman yalğan etgan taqdirda bu güzel ahlak nima maxfiy emas. Degan bu yerdagi maqsad bu shayniki ma'nolari asosiy maqsad emas. Bu yerdagi maqsad nima? Bu yerdagi jad, am, xal degan 3 tane so'zni keltirdi. Bisi qarshi gap emas u. Buğa, tağa, hamma degan gaplar bizga qarshi gaplar. Mesela biz munosibda u tuqqan ismlar shundami? Shuni yana axloqda yapilgan bo'lgan biz talay, ammatun nas, ülkenin guman degan narsalarga birisi qarshi bo'lmagan narsalarga keltirdi. Shuni deb ataladi muraatun nazir. Ya'ni o'ylab qarang, ashadagi xal degan bir gapga udlash uchun, xal degan zan degan ma'nosi va xiyoldan chiqqan. Shu gapga udlash uchun jad ve am degan gaplarni muraatun nazir qilib, shuni muraa'a qilib ekanlar. Muraya degan gap endi. Tushundingmi? Men aytayotdiki faqat jamaa baynal jaddi vel am ve jadd am xal deganning orasini yig'di bu yerga. Vel murad bil avval birinchisi bilan murad hazf, talay. Ve bis sani ikkinchisi bilan murad ammatun nas, ya'ni ommaviy ko'pchilik. Ve bis salisi az-zan, uchinchisi bilan murad xal degan murad guman deyapti. Ya'ni bu yerdagi bir gapning ma'nosi xal degan emas, zan bo'lganligi uchun unaga muvofiq keltirib jad, am degan gaplarni muraatun nazir qilib ekanlar. Muraatun nazir degan gap.
10. El-istihdam. Hem de muhassinat maneviyindeki 10'uncusi uslubul istihdam. İstihdam degani ishlatиш degan gap. Bir narsani ishlatish degan gap. Hem de bu yerdagi islohdagi ma'nosi nima desa? Huwa zikrul lafzi bi ma'nan. İstihdam deganimiz bir so'zni bir ma'no bilan zikr qilish. Bir so'z bor. Onun bir qancha ma'nosi bor. Bir so'z bor. Bu so'zning bir qancha ma'nosi bor. Dastlabki bu so'zni zikr qilganda shu bir qancha ma'nosidan bir ma'nosi bilan zikr qilish. Bir ma'nosini iroda qilib turib. Ve i'adatu damirin alayhi, bu so'zga yeni bir ma'no bilan damir qaytarish. Uniki bir so'zni keltirdik, uni keyindan bu so'zga damir, shu so'zga damirdan birini keltirdik, damir. Bu damirni qaytarganda bu so'zniki mushimiz ma 5'tiki zahir ismniki iroda qilingan ma'nosiga emas, shu so'zning yeni bir ma'nosiga qaytaramiz. Tushundingmi? Shu so'zning yeni bir ma'nosiga. Qanday bo'ladi desam, masalan, Musanni bizga deb berdi. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu masalan. Mishadiki kimki sizlardan mushu oyga hozir bo'lsa degan ash-shahr. Shahr degan mishadiki shahr degan ismi zahir. Bu ismi zahirdan nima murod? Nima murod? Hilal, ay murod. Tushunolmaydik. Ash-shahrdan hilal murod, hilal. Shahr deganning hilal degan ma'nosi bor. Falyasumhu degandiki hudan shahrning o'zi murod. Ayni o'zi murod. Kimki sizlardan shahida degan gap, ya'ni mush hilal ayni ko'rsa, nima qilsin? Falyasumhu. Ya'ni shu oyda ro'za tutsin, ya'ni Ramazon oyida ro'za tutsin degan bo'ldi. Tushundingmi? Gap bir. Bu yerdagi falyasumhu degan falyasumhu ash-shahra. Falyasum fi shahr degan bo'ladi, lekin bu shu shaharning ikki ma'nosini alohida iroda qilish. Fasohat. Buni o'tirdi mana istihdam. Mushu uslubning ismi nima? Istihdam. أو إعادة ضميرين تريد بثانيهما غير ما أردته بأولهما. يعني باستخدام مضابل له. إعادة ضميرين. أولا ذكر اللفظ. بالسوزن بالمعنى لا ذكر قلش. ذكر اللفظ بالمعنى. بالسوزن بالمعنى لا ذكر قلش. عندكن إعادة ضميرين إليه. يعني أشو سوزجا إشكي ضمير قيتروش. أشو سوزجا إشكي ضمير bir ضمير مثلا إشكي ضمير قيتروش. Turidu bi thanihima, ikinci damir olan gayre ma aradtahu bi evvelihima. İkinci damir olan birincisindeki gayre irade kılın. Bi evvelihima diye. Turidu bi thanihima, bu iki damirin ikincisi olan bi evvelihima, bu iki damirin birincisi de irade kılının gayre irade kılsın. Yani 3 mani işletildi. 5'teki 2 mani işletilgen ma bir lafız irade kılındı, keltirildi. Onun kendinden bir lafız keltirilip boğandıken lafz keltirib bo'lgan ekan. Uni ikki zamir keladi. Birinchi zamirga lafziniki ma'nosi emas, boshqa bir lafzi aloqasi bor. Shuni majoziy ma'nosi bir ma'nosi iroda qiladi. Ikkinchi zamir keladi. Ikkinchi zamirga yana beshki lafzining ma'nosi emas, mana birinchi majoziy ma'no emas, ikkinchi majoziy ma'no. Tushundingmi? 3 ma'no. O'xshash bir zamirga 3 ma'no qo'llaniladi. Bu ham istihdam. Masalan, hem de adapte femen şehide minkum şahra felyasum degan birinchisi nimasi? Birinchisining misoli bor. Femen şehide minkum şahra felyasum tushunib bo'ldi. Yani arada bi shahri al-hilal. Bu yerdagi shahr bilan hilalni iroda qildi va bi damirihi felyasumhu deki yasumhuning damiri bilan zamanul ma'lum bo'lgan zamanni, ya'ni Ramazon oyini iroda qildi. Hoş. Ve salime ikinci razı biz demek çok önemli. İkincisinin misali ki kavlihi mesela şairin kavli okşaş. Fesaqal gada ve sakinihi ve inhumu şebbuhu beyne cevanihi ve dulu'i diyen şiir. Bu şiirde dedi ki fesaqal gada. Gada diyen bir derekin ismi. Bir badiye sahralı üstüdüğün bir derekin gada. Şunun Gada degan daraxtni sug'adi. Va sakinihi va u daraxtning qishida mishadik sakinihi deki yidiki damir gadaga yanmaydi. Lekin majaz al-mujawara. Majaz mujawara. Majazning 25 xil aloqasi bor. Shu aloqaning birisi majaz mujawara.
Mecaz mücavara bilen ve sakinihi diyen gap aşı dayakının keşideki adamlarını mu? Aşı dayakının keşida. Aşı dayakının etrafında yaşayan adamlarını mu? Suğade, saka, suğade. Ve in humu eğer kendi ula şebbuhu şebbuhu diye gap, şebbe diye gap, köyler diye gap. Evkaduhu, harrakuhu. Eğer kendi ula şebbuhu diye gap, meyadiki hu, meyadiki ma, hu damirimi ne kaydıdı o? Gada kaydıdı. Lakin başka manada. Şebbuhu diye gap, aşu gada dayakını utulen. Aşı gada dayakındaki yağıcının utulen beyne cevanihi ve dulu'i. Cevani diye bunun etrafında, bekillerimde. Bekinim ne? Ve dulu'i. Kuyruklarım ne? Dulu diyen kuyruğa. Kuyruklarını, bekillerini köydegen bolsun o. Şöyle olma. Yani demek ki onu böyle gadada bir dayakında bulmak çıkan şair. Bu fesakal gada ve sakinihi ve inhumu hem de gada derhine ve şu gada derhine ki etrafında yaşayanlar ne? Suağanı ne dedi? Ve inhum gerçi ula o adamla şebbuhu diyen ki şu gada derhine utulen Meniköy degen bolsun mu? Meniköy degen bolsun mu? Suağan idi diyen bu şiirde müşahede fesakal gada diyen bir gada diyen derek kısım tilgarinde ve sakinihi diyen ki hidiki damir gadanın üzgen may havlel gada havlel gada diyen manada oldu. Bunu kendi şebbuhu diki hu yine gadanın ki üzgen may binarihi diyen man. Çünkü ama üç kıl manı. Bu şey istihdamdaki yine bir hususi. El gada diyen man şeceratun bil badiye. Sahrat gibi bir derek davatıdır. Ve damiru sakinihinin damiri yaudu ileyhi. Demek ya bir mana mekanihi. Bir mekanil gada diye yakıdır. Yani şu gada derekindeki etrafıdadır. Ve damiru şebbuhunun damiri yaudu ileyhi bir mana narihi. Yani yine gada yanudur lakin narihi mesela. Naril gada. Şu gadanın utuğuyla köydegen bolsun o. Etrafı kıllarımda davatıdır. Demek bir şey gel. Bu şu istihdamının ikinci usulünü gösteriyor. Hem de muhassinat el-ma'neviyaneki 11. uslubu el-istitrat. İstitrat da bekçe çıkıdı. Tefsirlerde. Bu havada bu istitrattır. Ne mi diyen gap istitrat diyen gap? İstitrat diyen gap mavzudun çetleş diyen gap. Mavzudun çetleş. Yani belek gap gitip verip belek gap geçikteş. Şunu ama hem de bunun istitrat ki manası ne sana? وهو أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى آخر لمناسبة ثم يرجع إلى تتميم الأول هذا هو الاستطراد ما هو تعريف الاستطراد مش جناسنا استطراد ديgan متكلمnin özü turvatkan garazdan yeni bir garazga birer münasebetning ciddidan chiqib ketib thumma ondan keyin avvalgi garazini tamomlash uchun avvalgisiga qaytib kelishi. Muşun da vatanı o istitrat. Başka gap yapıp A gapni qilib o'tib turib, A gapni qilib o'tib turib, B'ga chiqib, bir sabab bilan al cho'qim bir nima bo'lish kerak buning. Bir bog'lanishi bo'lish kerak. Agar sabab bo'lmay qolsa buni bo'ladi, taqqutuq gaplab qoladi. Taqqutuq bizda taqqutuq deb bir gap bor. Osmonga chiqib ketgan, nima osmonga chiqib ketgan, shuni bilan biliq chiqmabdi, qamoqdan biliq chiqmabdi ekan mashinaning yerish ketibdi. Belek gap. Bunu taqqutuq deydi. Çağırma bazen bir çaqçaq qilish deydigan bir adamlar bor. Ne işi chiqadi televizorda. Hamda şu bir gapni qilib ketib qolib, lekin bu gapni kuchlantiradigan, bu gapga foyda qo'shib beradigan yeni bir gap chiqib qolsa, jumla itiroz shaklida bu gapga o'tab, uni bak uzab ketmay Dikide gapini yine bu gapni tutup tutam yine asas maqsadga qaytib kelishinde var durdu. İstitrat bu ham bir uslub. Lekin gapdan chiqib ketib gapdan aslida gap topolmasa bu nima bo'lmaydi, bu balog'at qatori kelmaydi. Bir gapni qilib ketib berib, undan o qilib ketib qolgan gapni unutib qilib bila gap kelsa, buni ham bu qaldi foyda gap bu. Bu bo'lmaydi. Balog'at bo'lish uchun o'sha gap bilan foydasi bor gapni keltirib, yeni darhol qaytib kelib kerak aslidagi gapga. Xuddi muqomatda qiraat muqomlari o'yindaga gap bor. Masalan, muqom rastdan boshlab Hijazdan o'tirib qo'rqanda ko'tarib, yine Rasululloh oxirlab so'ragan gap. Siz bu gapni tushunmaysizlar, lekin bir kunlarda buni o'tamiz Alloh xolisa. Masalan,
deydi ki kavli Semav'el. Semav'el degan shoirning qavliga o'xshash. Ve inna unasun la naral qatla subbatan إذا ما رأته عامر وسلول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل. Tabi bu Kur'an-ı Kerim. Yani bununki demek ki onu ve inna unasun biz diyen la naral katle subbeten ülemle yani öldürülüşüne katıl yani öldürülüşüne subbeten yani üzülüş dep karmayımız biz. Öldürülüşüne bir tüyep gidiş inkıta katıl yani üzülüp gidiş ya ki subbeten yani ki hakaret diye manada sebtin çıkamaz şetim yani biz öldürülüşüne ne görmeyimiz har görmeyimiz hakaret dep karmayımız bizim içimizden bir adam öldürülse onu biz hakaret demeyimiz, öldürüp demeyimiz. Belki onu biz şeref verimiz değil. Yani subbetenle ne deyimiz ya da sebdinin çıkıp yani tille dediğinde yani öldürülüşünü biz hakaret de karmayımız. İza ma ra'athu amirun ve selulu. Beni Amir kabilesiyle Beni Selul kabilesi bula ülemni öldürülüşüne hakaret edip karaydı kendine ortada. Ula Beni Amir bilen Beni Selul öldürülüşüne hakaret edip kargan bolsa biz öldürülüşüne hakaret edip karamayımız. Azıcık gepni yüzüne damlamakçı bu adam. Yüzüne damlamakçı bunu ötüp de gideyim da Amir bilen Selul'un gepini koydum ya da. Anı söktü. Anı söküp oturdu. Maksat nime? Nime için onu söküdü o? Çünkü bir maktul üçün aklının aşkar buluş için buluş gerek, kara buluş gerek. Anladın? İnnema tetebayenun eşya'u biduddihi. Nersiler, üzünün karma karşılar aşkar buluş diyen kaydı bu için bu. Üzündeki kokunca kabil ilişkine misal getirip koydu. Biz diyen öldürülüşüne şeref de bildik adamlar, hakaret de bilmemiz. Lakin beynema amirlen, beni sallallahu onu kısa olacağım diken, şu olacağım diken de. Otudan kokunca kıldın ki ola. Yuqarribu hubbul mevti ajalana lana. Bizge ülemni yaxşı köleş. Bizning ajallarimizni yaqinlashtirdi. Biz ülemni yaxşı ko'rganligimiz uchun tez ulab ketamiz. Yaş turib ulab ketamiz biz anda. 90 yaş, 80 yaşga qolib bizda. 30 yaş, 40 yaş qolmay ulab ketamiz biz. Nimishqa? Biz ulamni yaxshi ko'ramiz, qo'rqmaymiz. Bizga jasorat odamlar. Va takrahuhu ajaluhum fatatulu. Ammo ulamni ularning ajallari yomon ko'rdi. Ularning o'limini, Bani Amirlar, Bani Salomning o'limini ularning ajali yomon ko'rib, fatatulu umri uzoqlab ketdi. Ular 90 yaş, 80 yaş keldi odamlar. Nimishqa uni qo'rqinjaq, ayat o'shan jazo qilsa deb ular bir kim bilan urushmaydi, bir kim zulm qilsa, beshingi bir o'tirib tashbaqaday bunda yashab, qo'rqinjaqlab yashab 90 yil, 100 yil ömür ko'radi. Biz shirdak yashab 30 yil ömür ko'ramiz. Shu bizda bunda bir gap bor bizda. Toshqandek 100 yil yashag'ucha, Arslandek 1 yil yashadi. Toshqandek 100 yil yashag'ucha, Arslandek 1 yil yashadi deydi. Yani bu şey anlatılmadı. Ve ma mata minna seyyidun hatfa enfihi ve la tulla minna haythu kana qatilu. Bizden hiç qandaq bir beg, seyyid degan biz aqsaqal, ulug' odam hatfa enfihi degan gap o'zi ulab qolgani yo'q. Chunoma hatfa enfihi degan gap urushmay, kimdan tayoq yemay, qilich yemay, o'zi ulab qolgan odam yo'q bizda deydi. O'zining ajrlab ulab qolgan odam yo'q, biz numus biz uchun deydi. Bizni endi ko'p deyapti. O'zi ulab qolgan ish biz uchun numus. Ve la tulla minna haythu kana qatil degan, ve la tulla degan ma'nosi bilan ve la batala degan, hadara ve la hadar. Bizden haythu kana qatil degan maqtul bo'lgan yerda hargiz bu maqtulniki qeni bekor ketmaydi. Bizni o'zimiz o'ldiramiz boshqalar tarafidan, ammo qenimizni yerda qolib qo'ymaymiz. Qonni bekor ketkazmaymiz. Qenimiz bekor qolmaydi. Kim o'ldirgan bo'lsa bizni uningni bilib qisosimizni olamiz. Bunda adam bizga. Bizga bunda qabilada o'zini samaval bundadan bo'lgan ekan. Deydi ki fesiyakul kaside, biyadiki bu kasideneki siyakı baş aygıl fakir. Şu kabilede, şu Semavel uzun kabilesine maktaş için, damlaş için, fakir kılıç için. Ama vestatrede minhu, bu şu mavzudun, fakir diyen bu mavzudun
bu timidin chetnab chiqatdi. Ila hijai Amir ve Salul. Amir bilan Salul qabilesine suykashga chiqib ketib, thumma adil. Andiga yana qaytib yana ashunga mavzuga yenib keldi. Mana bu shu istitrad deb ataladi. Unutqaman, istitrad desa lug'atdan chiqmaydi masaladagi bu gap. Bunda mavzuni tushunsangiz, ha, ma istitrad degan ham bunday gapkan deb tushunasizlar. Xo'sh. Endi muhassinat ma'naviyaning 12-chi uslubi al-iftinan. Al-iftinan. Ma huwa al-iftinan? Iftinan degan nima desa? Huwa al-jam'u bayna fannayn muxtalifayn. Muxtalif bo'lgan ikki fanni jamlash. Yani ikki fan degani ikki xil soha masalan. She'riyatda masalan she'riyat nechiga bo'linadi masalan, nechiga bo'linadi. Shunda nechiga bo'lingan she'rdan ikki she'rni jamlash yoki binasini madihlash bilan sukashni jamlash yoki ta'ziya binasini ta'ziya bilish, tabriklashni jamlash. Ayda ikki narsani qarshi bo'lgan ikki narsani jamlab keltirish billa so'zlash. Buni iftinan deydi, fannallik deb qo'yamiz, ya'ni ustuliq deb biz ham. Ustuliq. Aytib buni ustuliq deb ma'naymiz ham. Ve huvel cem'u beyne fenneyn muhtelifeyn. Mesela gazali vel hamasa. Gazal bilan hamasani jamlagan o'xshash. Gazal degan gap ayollarniki sevgan yarim, aşkım, başkım deb aytgan nashqisi. She'riyatga gazal degan ayollarning bunda aşk, ishqiyat haqida, muhabbat haqida so'zlaydigan narsa gazal deb ataladi. Hamasa degan-chu bu degan ilgirki Baturlarning, qahramonlarning qahramonlik asarlarini she'r qilib yozish. Bunu biz qasida desak bo'ladi, qasida. Ya'ni ilgirkilarning kim bunda baturliklarni eslatadigan, adamni hamasa qilib anglaganlarni nima qilgan, texmi qizg'inligini oshiradigan, baturlikni oshiradigan she'rlarni hamasa deydi. Bumi hamasa degan she'rning bir ismi, ism bu. G'azal degan bir ismi. Demak bu ikkisi ikki fan. Birisi g'azal degan gap, yaqib ayollar aytadigan, yana birisi bu hamasa degan cho'q davlat marshi degandek. Davlat marshi degandek masalan. Hamma odamni jasorat qilgan ikki narsani bunda bir o'ringa keltirish, iftinon. Yoki vel madhu vel hija. Maqtash bilan madihlash bilan mana hija, sukash. Maqtash sukashni birga keltirish. Yoki vet ta'ziya ve tahniya. Tabriklash bilan ta'ziya bildirish bilan tabriklashni barabar keltirish. Ta'ziya bildirish musibat yetgan odamga, lekin unga musibat kelgan odamga yeni bir foyda bilib kelgan bo'lsa, birga tabriklash. Masalan, podshohning yangi masalan, valiahd Padişah ölgəndən gün vəliəhdindən bulundu, padişah olundu. Padişah olğandan gün yanına baxadan nə deyə bardı? Allah musibetinizə əcr versin, mübarək olsun, padişahlığınız mübarək olsun da bardıgan gap. Bir etədə musibetki təziyə, yeni bir etədə nima? Aniki kelgan padişahlıqqa təbrik. Bu şunda batdı iftinan. Mesela qavli Abdullah ibn Humam as-Saluli. Abdullah ibn Humam as-Saluli Yazid ibn Muaviye'nin qışqırıqlığı vaxtida onun dadısı Muaviye yulab qolgan chaqda. Va khalafahu huwa fil mulki. Yazid dadısini onuga padişahlıqqa o'rinbosar bo'lgan chaqda bunda deb kelgan ekan. Abdullah ibn Umam Saluli, "Ajrakallahu ala raziyya." Allah sizning bu musibetingizga ajr bersin. Raziyya musibat degan. Va baraka laka fil atiyya. Sizning bu ata ihson, sizga bergan bu ata ihson, padişahlıqdan iborat bu ata ihsonga barakat bersin. Va a'anaka ala ar-ra'iyya. Xalqni idora qilishingizga Alloh taolo sizga yordam bersin. Faqat ruzi'ta azima. Siz ajoyib cho'ng baloga uchdingiz, cho'ng musibatlar bo'ldingiz. Va utiya jasima, lekin va utita jasima. Ajoyib katta ne'mat berildingiz. Padişahlıqdan iborat ajoyib katta ne'matni berildingiz. Fashkurillaha ala ma utit. Siz berilgan ne'matga Alloh taologa shukr ayting. Vasbir ala ma ruzit. Sizga kelgan bu musibatga sabr qiling. Faqattal xalifa. Siz xalifani, Muaviyadek bir xalifani yo'qotdingiz. Va utital xilafa. Biroq xalifalikni berildingiz. Fa faraqta khalilan, qadinas do'stingizdan ayrildingiz va muhibda jalilan degan intayin ulug' martabani berildingiz. Ha, fasohat. Usbur yazidu faqad faraqta za thiqatin. Vashkur hiba alladhi bil mulki asfaka. La ruz'a asbaha fil aqwami na'lamuhu kama ruzi'ta wa la uqbaka. Yazid, sabr qiling. Siz intayin ishonchlik dadingizdan ayrildingiz. Vashkur hiba alladhi bil mulki asfaka. Sizni padişahlıqqa tanlagan bu ata ihsonga shukr ayting.
La ruz'a asbaha fil aqwamin alamuhu. Biz biladigan qavmning ichida kema ruz'ita siz musibatlar bo'lgandek bir musibat yo'q. Musibatlar bo'lgan ish yo'q. Sizning musibatingizdek bir musibat ko'rib bakmadik. Vala uqbaka uqbaka. Biz biladigan qavmning ichida sizdek oqibati, sizdek cho'ng musibatga uchrab, sizdek cho'ng ne'matga oqibatda, sizdek cho'ng podshohlikqa erishgan odam yo'q. Demishada Yezidga tabrik bilan billa nimani ta'ziyani billa bilgan ekan. Xo'sh, endi 13-si al-jama'. Jamlash davatidir. Al-jama', ma uslub al-jama'. Muassarat ma'navining 13-si jama'. Huwa an yajma'a bayna mutaaddid fi hukmin wahidin. Yani bir muncha narsaning o'rtasida bir hukmga javob qo'yish. Bir muncha narsa, boshqa ma'noni bir hukm hammani keltirib, bir so'z, ikki so'z, uch so'z keltirib, hammani bir hukmga bog'lab qo'yishni davatidir, jama' deb ataladi. Ki qavlihi sha'ani qilishar. Innash shababa wal faragha wal jadda mufsidatun lil mar'i ayya mafsada. Shubhasizki yoshlik, faragh degan bakaliq, ish yo'qlik, bakaliq. Vel cedde degan gap cedde degan behojatlik. Ya'ni hojat yo'q. Cedde. Behojatlik. Ya'ni behojat degan gap, ya'ni uniki adamul haja. Boshqalarga ehtiyojing bo'lmasligi. Bu har bir yuqorisida bo'lgan har biri mufsidatul lil mar'i insonni buzib o'tadigan buzg'unchilar hammasi. Ayya mafsada degan gap acayip bir xil buzildi. Qaysi bir buzishni buzgan gap acayip bir katta yani ayya mafsadatin azima degan bo'ldi. Acayip katta buzishni buzildi yani. Yani bir yoshlik insonning havosini keyinni qo'ltadigan narsa. Bakaliqchi baka bo'lgan odam shahvatni keyinni kirdi. Gunoh masiyat ko'p ishlaydi. Uni keyindan boshqalarga ehtiyoj tushmasini bo'ldi takabburlik qiladi. Bu uch narsaning hammasi insonni haddidan oshirib, to'g'ri yo'ldan chiqarib buzib o'tadigan narsadir. Deb hammasini bir mafsada degan bir ishga bog'lab qo'ydi. Mufsida degan bir hukmga shabab, farog, jadda deganni bog'lab qo'ydi. 14-chi at-tafriq. At-tafriq deb narsa. At-tafriq degan huwa an yufarriqa bayna shay'ayn min naw'in wahidin. Bir nav'dan bo'lgan ikki narsaning orasini ayirish. O'zi bir nav'dan bo'lgan narsa, lekin undoq bilan ma'vodan bilan ikkisi bir nav'dan bo'lgan bilan ikkisi o'xshamaydi deb. Bir nav'dan bo'lgan bilan ikkisi boshqa deganni tafriq deb ataladi bu uslub. Mesela şairim degan mishada ma nawalul ghamami waqta rabi'in ka nawalil amiri yawma sakha'i fa nawalul amiri badratu aynin va nawalul ghamami qatratu ma'i. Yani degan ki ma nawalul ghamami waqta rabi'in. Yani bahar vaqtidagi bulutning naval degan bergan narsa. Yani ma yunalu minhu degan. Yani ma atahu bergan narsa. Bahar vaqtidagi bulutning bergan narsa Kenavalil amiri yawma sakha. Amirning sehi bo'lib ketgan kundagi bergan narsaga o'xshaydi. Amirning sehi bo'lib ketgan kunda bergan narsaga o'xshaydi. Ya'ni chunki baharda ko'p yomg'ir yog'adi. Bulutdan bahar faslida ko'p yomg'ir yog'adi. Shuning uchun davatidagi bahar ko'p yoqqandek amirmi sehi bo'lib ketganda aynan bahar yomg'ir yoqqanlarda bulutni suv qolmagandek amirning yo'qligida pul qolmaydi, jiq berganning dardida. Yoki baharda ko'p yomg'ir yoqqandek amirmi sehi tutgan ko'z ko'p pul beradi. Endi lekin deb ikkisi naval, ikkisi navali bir jinsdan dedi. Amirning bergan narsasi tartiqi, bulutning tartiqi bergan narsasi. Deblar fa navalul amiri badratu aynin va navalul ghamami qatratu ma'i. Endi andalgini bilan ikkisi o'xshash chiqib qolmanglar deydi. Amirning bergani badratu aynin 10,000 dirham pul, 10,000 dirham. Badratu ayn degan nima ism? Ya'ni bir hamyan oltin yoki kumush. Bir hamyan oltin yoki kumush. Demek bu zaman badratu aynini işletirdigan 10,000 dirhamga. 10,000 dirham kumush berdi. Ba'basa og'iz bo'g'liq bir xotini berdi, 10,000 dirham chiqadigan pul edi. Lekin bulutni berganicha bir tomchi suv berdi dedi. Bulut tomchi suv berdi, amir badratu aynini berdi. Lekin navaldan ma'naval o'xshamaydi, ayirmaydi dedi. Endi damlash deganda tuzuk damlaydi endi. Ha, bo'lmasa bulut bergan suv degan boshqa narsa u. Xo'sh, 15-si at-taqsim. Huwa taqsim degan nima desanglar, imma istifa'u aqsam shay. Taqsim degan bir narsaning qismlarini taqsimga 3 xil bo'ladi. Taqsim uslubi degan ya bir narsaning qismlarini komil egallash. Bir narsaning qismlarini hamini komil o'z ichiga olish masalan. Bir narsa so'zlaysizlar, shu so'zlab shu ma'noniki butun qismlarini to'liq qismlar bilan
hemen ölçüge elip durup süzleysizler. Bu taksim de batılır şu. Mesela şairim degan ve a'lemu ilmel yevmi vel amsi qablahu velakinneni an ilmi ma fi gadin ami. Yani men ve a'lemu ilmel yevm men bugunning ilmini bilaman. Vel ams qablahu degan bugunning oldidagi tunugunning bilimini bilaman. Velakinneni biroq men an ilmi ma fi gadin atidagi bilimdan ami qarg'uman. Ami degan bilmayman degan. Qarg'u degan bilmayman. Yani demek ki bir şeyde bununki ilimni tunuşturup insanın ilmi kanda diyen tunuşturup insan bugün bu işini biliyordu, bugün bu işini, hazırki halatını biliyordu. Bunun burunki halatını biliyordu, lakin bunun kinki halatını bilmeydi diyen yani ilimdeki insanın ilmindeki müteallika insanın ilim itibarıyla düşündürüp üçüncüsüne hemen taksimine hemen ölçüge aldı. Bu şimdi batıldı taksim. Yani istifa vaksamı şeyle batıldı bu şu. Hemen ölçüge aldı. Ve imma yakir taksim kadar bulundu. Zikru muteaddidin ve irca'u ma likullin ileyhi ala ta'yin. Bir köp binasını zikir kılıyordu. Köp binasını. Ve irca'u ma likullin ileyhi. Aş köp binasını nispet bildiğin her binasıge aş köp binasının her birine Allah'lar bu binasını tayin kılıp durup kaydırıyordu. Aval köp halatı zikir kılıyordu. Onu kendin o köp halatı zikir kılan binasını mavu mundan nasi, mavu mundan nasi, mavu mundan nasi der. Nima qiladi o? Başka ma'noga ketmaslik uchun shu muayyanlashtirilgan yeni bir ta'kidni bilan so'zlaydi. Ka qavli shoirning qavli o'xshash masalan va la yuqimu ala daymin yuradu bihi illa al-adallani ayrul hayy wal wadidu wal watadu samur. Hada ala al-khasf marbutun bi rummatihi wa za yushajju fala yarfi lahu ahad. Ha, makam. Ne dedim ya da? Ve la yuqimu ala daymin yuradu bihi. Yani yüzüge zulüm kılınmakçı bolsa bu zulümü çidap turmaydı. Fakat tüvendeki iki hayratsın başka hiç kandan ise onu mesela zulüm kılman dese başka herkes bu zulümü çidap turmaydı. Dayım diyen zulüm diyen bir şey. Dayım diyen ma zulüm. Bir adam zalimnin birisi zulüm kılman dese bu zulümga şükürden fakat iki narsa. Tüvendi söylediğin. İki narsadan başka narsa zulümga herkes bunu sever tutturmaydı deydi. İllel ezellan. İki narsa var. Aşıklarım zulüm uçudaydı. Bir ayrul hayy. Hayy diyen gep mahallenin işekleri. Ayr diyen işek, himar. Ayr diyen gep himar. Bununki himar vahşi, himar ehli işkili söz çıkardı. Yani yav işek, öyle bir kadar işek. Hem de hayy diyen bir şeydeki hayy diyen söz nemine yav işek emez. Yani mahalledeki işek diyen mıkbade, tayin mıkbade. Ayr dat mikaltude, gep mikaltude, hayy mikaltude, biz haydin, bunu memesken, yav işek emez, himar vahşi emez. Himar ehli iken. Nemiş ki himar ehli? Çünkü himar ehli diyen işitildi, bağlanıldı, işik sağlanan gel. Tabi yav işek de erken tabi. Ma öyle bakıda işek anlayında. Değil mi? Zulüm uçada yıkanlarsa. Böyle ayol mahallenin işekleri yine bir velvettet, yine bir kuzuk. Mahallenin işki ve kuzuktan ibaret işki kaynağısı kılam zulüm uçadaydı. Ondan başka ise zulüm uçadamaydı. Eğer bir adam mezlum olup zulüm uçada olduğun olsa bu ya ne buludu? Mahallenin işki buludu ya kuzuk buludu. Kuzuk medesler mi? Vetet, kuzuk. Göm kokadigan, ushlab yag'och, yangi qaqsa dedim. Kuzuk. Ha shu. Men kuzuk desam, sizlar qazuq deb bilgan. Tushuningmi? Biz biz bilgan biz. Cho'qim qazuq deyishadi. Hada ala al-khasf marbutun bi rummatihi. Endi texim tushundiryapti bizga. Nima bo'lib ma'nini ishki xar, nima bo'lib kuzuk xar. Nima zulm ichida desam? Hada mavu. Yani ne demekçe mahallinin işki alel hasfi merbutun bir ümmetihi. Hasf diyen gem alel zul. Halu kılan bir ümmetihi diyen bir ümmetihi bir tamamı diyen gem. Tamamı İslam bağlanmış oluyor. Eğilge bağlap koydu. Mane halu kılan eğilge. Eğilge bağlap koydu. Tamamı söylen. Yani başı ağam çıtı bağlap hemmimize gep eğilge yatkızıp koydu. Şıksılıp sap eğilge yatkızıp koydu. Halu kılan. Ve da yuşeccu Mao se kuzuk demekçi. Ma kuzuk bolsa yuşeccu. Bunun kalısı don vurulup kalısı yerilip gidiyordu. Kalısı etlip yerilip gidiyordu. Fela yerti lehu ahad. Hiç ki bununla teselli vermeydi. Ve kapımanda kesin görüşüm gelmeydi. Oyunda o kalısı etiliyordu.
hech kim xafa demaydi. Eshakni ish qilsab, eg'ilga bog'lab qo'ydi. Xayol bilan. Demak, mushularning o'zi zulm o'chiradigan narsa mushkilasi faqat. Zulm bo'lsa, zulmga bosh etgan narsa yo eshak bo'ladi, yo quzuq bo'ladi, qazuq bo'ladi deydi. Va endi bu taqsimning 3-qili va imma zikru ahvali shay'i mudafan ila kulli minha ma yaliqu. Ya bir narsaning ahvollarini zikr qilish, mudafan ila kulli minha ash ahvollarning har bir narsaga shunga loyiq qilgan narsani izof qilgan holatda. Ka qavlihi masalan sa'atlubu haqqi bil qana va mashayikhin كأنهم من طول ما التثموا مردوا ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا كثير إذا شدوا قليل إذا عدوا. Yani bir şeyinin bir qancha ahvolatlarini zikr qiladi. Bir narsaning bir qancha holatlarini zikr qiladi. Mudafen ila kulli degan har bir holatiga, shu holatga loyiq qiladigan bir narsani izof qiladi. Har bir holatiga shu holatga loyiq qiladigan bir narsani izof qilib zikr qiladi. Bu bunday atalgan bu taqsimdagi 3-turi. Yani saat bu haqqi. Men haqqimni talab qilaman bil qana degan nayza, rumuh degan gap. Men nayzlar bilan haqqimni talab qilaman va mashayixlar bilan, ya'ni yoshli cho'ng'igan peshqadamlar bilan. Men nayzam bilan va peshqadamlar bilan nima haqqimni talab qilaman boshqalardan. Ka'annahum min tuli maltasamu murdu. Bu peshqadamlar. Shu min tuli maltasamu, min tuli iltisamihim bishada. Tuli iltisam deb miyagi to'lg'a nimani iltisamni izofat qilyotdi. Holat. Mushu mashayixning holatlari tushunolma. To'lil iltisam mushu mashayixning bir holati. Bu ka'anno bu mashayixlar ularniki iltisamni yuzni yo'g'ib olgan. Muttasam degan, mulassam degan, yuzni yo'g'ib olgan degan. Mana bu zamonda sallani kelib, bunda qilib yuzni bunda yo'g'ib olgan. Tushunolma. Jang kelganda musulmonlar mashayixlar böyle yo'g'ib oldi ekan. Ular shu yuzni yo'g'ib olganligining uzunligidan murdu degan saqal murdi yo'q. Murd degan gap murdu degan gap jannat ahlining saqal murdi yo'q deb bir hadis bor. Ya'ni saqallari ko'rinmay qoladi. Yuzni uzun yo'g'ib olgan ekan, xuddi saqal murdi yo'q deb ko'rinib ketadi. U bir jang kelib olsa, jangdan chiqmaydi qoldi. Bizning peshqadam qari desam buni bir ojiz qilib qolmanglar. U jang kelganda bu da shu yuzni uzun yo'g'gan, chunki jang qilgan degan bir nima qilgan, yuzni yo'g'ab jang qildi ekan. Bir kelgan chiqmagancha xuddi bilagidan yomon saqol yo'q odam ekan. Ya saqol yo'q kichik bo'lgan deb qoldim Tumurbekday. Nimishqa? Yuzni uzun yo'q bo'lgan ekan. Jang uzun keldi deydi. Siqalun iza laqaw khifafun iza du'u. Dushman bilan uchrashganda adas eg'ir, siqal deydi, tashdek eg'ir. Eg'ir bo'lsin bo'ldi, keyin kelmaydi. Dushman bilan uchrashganda qat'iy eg'ir degan ya'ni keyin chekinmaydi, qat'iy keyin qaytmaydi. Lekin khifafun iza du'u qachon bir yaxshi ish chaqirilsa, ya bir hojatmandning birisi bilan hojitimni vaqtimga kaysin chaqirsa xifaf yengil. Hojatmandning hojatini vaqtida chaqirilsa adas yengil, jang maydonida dushman bilan uchrashgan yomon eg'ir. Kasirun iza shaddu qalilun iza uddu. Ya'ni agar dushman hujum qilganda kasir ajoyib ko'pdak bo'lib ketadi. Bir odam 10 odamga tashlaydi. Biri 10 odamga tashlaydi. Sanalsa az. Sanab kelsa, bir ish kitob sanab kelsa az, lekin dushmanga aytilganda har birisi 10 odam, 100 odamdek bo'lib ketadi. Demishada bir odamning, ya'ni demak shu mashayixniki, shayxlarniki intayin jasoratli ekanligini, unkelinin ularniki ajoyib bunday isil axloqlarini, qo'rqmas shijoatlarini izofat qilib, mudof qilib keltirib, nima deyotdi bizga min tuli maltasamu degandagi min tuli iltisamihim deb meshadik ma'maslari iltisam demaslarga aylantirdi. Ya'ni min tuli iltisamihim degandek mudof qilib bizga bu shayning holatlarini nimaga ashayga izofat qilib keltiryapti. Shu mashayix degan narsani bizga har xil holatlarini izofat bilan biz tushuntirib keltiryapti. Bu shayning taqsimdagi 3-shakli. Demek bu hammasi muhassinat ma'naviyaning qatoridan va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.